Assalomu alaykum. Paxtabod tumani Ozod masjidi joylashgan, cholgorlikka mo'ljallangan 10 gektar yer maydoni ATA Xalq banki Paxtabod bank xizmatlari markaziga biriktirilgan bo'lib, hozirda ushbu maydonga shollar ekilgan va shollar birinchi agrotexnikadan chiqdi. Shollarga mineral o'g'itlar berilib, yovvoyi o'tlar uchun biokimyoviy mahsulotlardan foydalanildi. Bu ishlarni qilganda ko'maklashgan dehqonlarga Alohan Yangiboyev fermer xo'jaligining mutasaddilari hozirda ham o'z yordamlarini ayamasdan maslahatlarini berib, kelib o'rganib ketmoqdalar. Har bir gektar yerga o'rtacha 120 kilodan urug'lik qadalgan bo'lib, har gektariga 3.600.000 so'mdan 10.600.000 so'mgacha xarajat qilinadi. Ekishdan to yig'ishtirishgacha bo'lgan xarajatlar qariyb gektariga 15 millionni tashkil qiladi. Har bir gektaridan 3 tonnadan guruch olinganda o'rtacha narxi 30.000 so'mdan bo'lsa 90 million so'm bo'ladi. Xarajatlardan tashqari har bir gektaridan dehqonlar uchun 40-45 million daromad qilish imkoniyati mavjud. Sholidan bo'shagan yerga ikkinchi ekin sifatida bug'doy ekilishi ko'zda tutilyapti.